Assalomu alaykum obunachilarimiz. Mana navbatdagi darvozani ko'rishingiz mumkin. Xudo xohlasa chiroyli fason. Mebelni fason deymiz, ya'ni sodda, oshkora detali yo'q. Juda ko'pchilik qiziqqan darvoza. O'zim syomkani orqasidan ko'rsatishga to'g'ri kelyapti. Shoyigit yo'q. O'zim ham bir ahvolda, to'g'risini aytsam, sal chiroyliroq urganimizni hisob qilmaganda darvoza juda ideal holatda turibdi. Kraskalari ham juda chiroyli. Xo'sh, qisqacha ma'lumot berishni boshlaymiz. Mana ko'rib turganingizdek darvoza tekis fasonga ishlangan. O'tadi skronniy deydimi? Mana bu yerda chala yutibmiz. Ko'rinib qoldi. Materiallar oldi 1.8 listdan foydalanilgan, orqasi 1.3. Ikki qavatli darvoza, steklo solib beshimli qilingan. Mana bu ko'zni qamashtirayotgan narsa esa nержавейка trubalisdan foydalangan. Ishlab o'rnatganmiz. Shu darvoza. O'lchami eni 350, bo'yi 320. Mana buni ko'rayotgan bo'lsangiz, mebelni kraska qilingan. Bu ham kraska, mebelni o'xshatib chiqarilgan, juda chiroyli chiqqan. Mana ancha bo'ldi to'g'risi buni yasaganmiz, reklamaga yasaganmiz buni ham. Xudo xolsa qimirlamasdan turibdi. Hech qayerda haligi singan, netgan yoki bo'lmasa zanglab ketgan degan yeri yo'q. Mayda-chuyda bir ikkita yerida detali bo'lishi mumkin. U yerni xudo xolsa chiroyli qilib olib borib o'rnatib berish jarayonida chiroyli qilib ko'rib beriladi. Kalitgasi alohida. Tepada taxiyasi bor, katta qanotlar. Qanotlar hammasi ichkariga ochiladi. Bunisiga e'tibor beringlar, hozir bu yerda mana bu yer ichkariga kiradi. Ya'ni bu yerda 8 ko'rinayotgan bo'lsa, misol uchun aytayman, mana bu yerda 10 ko'rinayotgan bo'lsa, hammasi 10 lik profilda ishlatilmagan. 5 10 profil ishlagan, ichkariga olib kirilgan. Ideal holatda ishlangan. Juda chiroyli. Aytganimdek, skronniy varianti. Pastiga 10 lik shviller ishlatilgan. Yo'llariga ham mana shviller turganimizdek 10 lik shviller ishlagan. Ikkala tomoniga ham. O'rtaga esa o'sha 5 10 qalin stenali profil ishlagan. Turganimizdek. Orqasi ham tekis. Zamok ochishga moslab qo'yilgan. Zamogini hozir olib qo'yganmiz. Ya'ni shikastlanayotganligi uchun ko'chadan. Ko'rinishni ko'ryapsiz. Ideal holatda. O'sha aytgan razmeri 3.5, balandligi 3.20. 11 dan biroz oshadi kvadrati. Umumiy narxga keladigan bo'lsak, shuni 1 million atrofida to'xtaydi kvadrati. Umumiy holatda 11,5 millionga olib borib, vodiy bo'ylab o'rnatib beriladi. Hozir orqasini ham ko'rsatib o'taman. Mana orqa tomondan ko'rinishi. Orqasini to'g'risini yumabmiz. Lekin mana chiroyli holatda turibdi. Center zamok, shanirlari, ikkitadan shanir qo'yilgan. Stekloda solingan, beshimli qilingan aytilgandek. O'sha misol uchun aytaverib, mayda-chuyda yarachasi bor, bitta ikkita. Unisini chiroyli qarab beriladi. Bir qator bo'yaladi buni, qo'yinda sotadigan bo'lsin, oladigan insonga. Lekin darvoza juda zo'r. Olgan odam afsuslanmaydi. Uncha yerda yo'q fasonda. Uzoqdan ko'rinishi. Quyoshda yaltirab ko'rinadi o'zi ham. Juda dahshat. O'sha yuvib, u yoqqa qarab qo'yilsa, shokoladday turibdi o'zi ham. Tekis ishlangan. Bu narxda to'g'risi topishingiz qiyin, yangi buyurtma beradigan bo'lsangiz. O'sha oldin aytganimdek, biz asosiy darvozalarda yangi dizaynlarda yana chiqarmoqchimiz. Nasib qilsa tez orada chiqadi. Kuzatib tursalaring kanalga qo'yamiz. Shu yangi dizaynlar chiqarish uchun bularni sotishga to'g'ri kelyapti. Ideal holatda. Chiroyli zamokdan olib borib, o'rnatib beriladi. Shunga o'xshash darvozalar yoki mana bunaqa kravatlar, qo'y-qo'ralar, umuman olganda metal buyumlar nima bo'lishidan qat'iy nazar kerak bo'lsa aloqada bo'lib tursalaring, obuna bo'lib tursalaring, xudo xolsa tez orada narxlari bilan, xususiyatlari bilan aytib qo'yib boramiz. Obuna bo'lishni unutmanglar, like bosishni unutmanglar. Mana bundan oldingi qo'yilgan darvozalar. Bundan oldin qo'yganimizda chang edi. Mana yuvdik, oddiygina. Bu ham qo'qirchoqdek bo'lib qoldi darvozalar. Turistika deganim og'ri qo'yganlarimiz mana.
ko'ryapsiz. Narxi. Hammasini qulay narxda qilib berilyapti. Agar Andijon Namangan yo'lida bo'lsa, yo'llaring bemalol to'xtab ko'rib ketishlaring mumkin. Misol uchun mana bu yuqoridagi nomer, ekrandagi nomer ikkalasi ham menga qarashli. Bular hammasi ukam, jiyanim, bizga qarashli nomerlar. Manzil mana ko'rib turganlaringdek 3 tumani. 3 tumani oxiri, u tomon Norin daryosi. Shu yerda ko'prikka yetmasdan to'xtab bemalol ko'rib, undan oldingisi mana qo'yganimiz kalitgamiz ham bir qator yuvdik, bu ham top-toza bo'lib qoldi. Ochilib anchagina. Qo'yganimizdan anchagina chang edi. Bizni qo'llab-quvvatlashni unutmanglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.